Yo, hammaga assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan Mobile Legends Guide. Bugun sizlar bilan juda ham yaxshi yangiliklar haqida gaplashamiz. Men yaqinda turnir qilmoqdaman. Agarda kimki men lobbida zo'rman, turnirda meni yutayotgani yo'q deyotgan bo'lsa, shu videoning kommentariyasida IDsini qoldirsin. Men o'zim druja tashlab, qaysidir kuni yo erta yo ertadan keyin men ularni turnirga chaqiraman. Turnir har zamon bo'la turadi. Yutuqqa hech narsa bermaymiz. Prosta endi bu qiziqishga turnirda yo'raman, manaman degan lobbida kelsin deganlar uchun prosta eng kamida 30 ta 40 ta odam bo'lishi shart. Hammalar jamoama-jamoa bo'lib chiqamiz. Men hakam, ya'ni sharhlovchi, ya'ni sizlarni kuzatuvchi bo'laman va hammaning qaysi kanalda eng kuchli chiqqanini, kim yaxshi o'ynaganini, kimga top 1 ni berishni o'zim aniqlab chiqaman. Hammani kutaman obunachilar. Sizlarga omad.